Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Xitoy Xalq Respublikasidamiz. Guanzhou shahrida Canton Fair butun dunyoda eng katta vystavkadamiz. Bu yerda hozir Xitoy o'zini turli sohalari bilan ishlab chiqarish yo'nalishida avtomobil, liniyalar, har xil bitovoy texnika, hamma narsa balo-battarda butun dunyo bo'yicha eng yangi modellarini butun dunyoga reklama qilyapti. Hozir mana shu avtomashina juda ham menga yoqdi. Bu o'zi logosi Bentleyga o'xshab ketadi, lekin Bentley emas ekan. Nomi ham bir xitoycha allambalo. Lekin buni komplektatsiyalari juda ham dahshat, o'ta go'zal. Mana endi Michelin balonlar qo'ygan bu Zikr, kim bilsa agar Zikrdan ham bu aqlli ekan mana. Komplektatsiyalari mana bitta knopka orqali bosib turasiz, o'zi yopiladi. Mashalloh, buni salon ichini qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh nasib qilsin bizga. 欢迎上车，准备出发了。 O, suvday bor-ku, suvday roli. Displeyda qarang. Panorama tomlar. Xitoy butun dunyoni avtomobil ishlab chiqaradigan eng katta gegemon davlatlarini sindirdi bor-ku. Nima bilan sindirdi bilasizlarmi? Komplektatsiya bilan. Mashalloh, buni qarang. Hamma narsa komfort. Mana bitta knopka bilan. Bu albatta elektromobil, 360 gradus kamerasi bor. Bizda vaqtinchalik agar telefonlarimiz ishlamay tursa, obunachilar, biz Xitoydamiz. Bizga Telegram orqali yozishlaring mumkin. Shu vystavkani o'tkazamiz, xudo xolisa qaytamiz. Yana o'z faoliyatlarimizni boshlaymiz nasib qilsa.